Assalomu alaykum hurmatli o'zbekistonlik vatandoshlar. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasida yashayotgan, o'zini yasir gражданlik ekanligini tan olishni o'ylab ham ko'rmaydigan, tushunmaydigan, bilmaydigan, qonunni esdan chiqargan Sovet gражданlari O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi SSSRning Soyuz İttifoq Respublikasi hisoblanadi va biz haligacha SSSR gражданlari hisoblanamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomi 5-bo'lim 23-moddasida Xavfsizlik kengashida SSSR o'zining har doimgi vakiliga ega. Chunki Birlashgan Millatlar Tashkilotining asoschisi, uchredитель deydi. SSSR xalqi, SSSR gражданlari hisoblanadi. Shuning uchun ham SSSR bor va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining davom ettiradi. Bugun siz bilan Xorasqand haqida gapiramiz. Xorasqand nima degani? Mana shu Xorasqandni men sizga juda yaxshi tushuntiraman. Xorasqand bu ana shu mustaqillik. Hozir aytasizki, nimaga Xorasqand mustaqillik deb? Mustaqillik g'oyasi ana shu Xorasqand shu. Mustaqillik g'oyasi eng buyuk yolg'on. Odamlarga SSSR gражданlarini aldashganda virtual og'zaki shaklda aldab, qonunda biz SSSR gражданlarimiz 1936-yil konstitutsiya asosida, lekin og'zaki yolg'ondan SSSR bo'linib ketdi deb odamlarga tashqaridan o'rnatilgan O'zbekiston Respublikasi degan shirkatni kiritib, uni bayrog'ini har bir odamning orqasiga tiqib, har bir odamni ana shunaqa Xorasqandga aylantirishgan. Har bir SSSR gраждani Xorasqand hisoblanadi. Haligi o'zini jismoniy shaxsman deb qo'lida haligi Amerikaning mehnat departamenti orqali o'rnatilgan migratsiya xizmatidan ausweis olib, kapslok bilan katta harflar bilan yozilgan familiya ismi, otasining ismi, o'sha bilan Xorasqand bo'lib yugurib yurgan SSSR gражданlarimiz. Aslida qonunda SSSR gражданlarimiz, lekin Xorasqandga aylantirib, kapslok bilan sen jismoniy shaxssan, SSSR yo'qsa, mustaqil O'zbekistonning fuqarosisan deb, mana shu Xorasqandsan degani shu. Mustaqil O'zbekistonning fuqarosisan deganning ma'nosi sen Xorasqandsan degani. Chunki unaqa mustaqillik qonunda yo'q, unaqa narsa yo'q. Yolg'on narsa u. Sizni nima uchun Xorasqandga aylantirishdi? Chunki ko'pchilik tushunmayapti, chunki tarixni yolg'on tarixni berishyapti, yolg'on narsalarni, jo'yitlarni, yolg'on tarixni, yolg'on narsalarni bolalarga o'rgatishyapti. Hamma joyda tarixchilar ba'zilari bilsa ham sotilib, ana Xorasqand bo'lib sotilib yuribdi. Xo'rozga aylanib, petuq deydi ruschasiga, petuq bo'lib. Ana shu nima deydi? Siz jismoniy shaxs sifatida soxta haligi tashqaridan kiritilgan shirkatlar, O'zbekiston Respublikasi tashqaridan o'rnatilgan shirkat orqali tashqaridan o'rnatilgan kiritilgan shirkatlar sizga xizmat ko'rsatadi. Prokuratura, sud, soliq qo'mitasi, hammasi, haligi gazga pul to'laysiz, suvga, nimaga to'lasangiz, elektrisiya, hammasi, hokimiyat, mahalla qo'mitasi, hammasi tashqaridan o'rnatilgan shirkat hisoblanadi va ular siz borganingizda har bittasi sizni yalashga harakat qiladi. Siz haligi shirinligingizdan har bittasi yalab qolishni xohlaydi. Chunki siz ularga murojaat qilgan paytingizda siz uni tushunmaysiz. Siz bilmaysiz uni. Chunki siz SSSR gраждani bu yer mulk egasi degani. 36-yil konstitutsiya bo'yicha va har bir yer mulk egasi teng davlat egasi, hokimiyat egasi, yer mulk egasi har bir odamga teng bo'lingan va shuning asosida 17-mart 91-yildan keyin Sovet xalqi SSSRni saqlab qolamiz degandan keyin har bir Sovet gраждani nomiga ana shu Sovet davlatining mol mulkini, общенаrodное достояние deydi-ku, umum xalq mol mulkini har bir Sovet gраждaniga teng bo'lganda uni pulini chiqargan. 14 milliard 868 million Sovet oltin Sovet rublida. Oltin Sovet rublida. Ne uchun oltin rubl? Chunki 1 rubl 1 gram oltinga teng bo'lgani uchun oltin rubl deb ataladi. Ana shuni
har bir odamga bo'lishganda, har bir insonga, har bir sovet grajdaniga sovet davlatining markaziy bankida shaxsiy davlat shaxsiy sertifikati ochilib, o'sha yerda har bir odamga shu katta pul belgilangan. Va siz haligi kapsulok bilan jismoniy shaxsman deb borib, ana shu chet el yurtimizda hozir o'g'irlik bilan, talon-torojlik bilan shug'ullanayotgan, sovet xalqini talayotgan chet el kompaniyalarga murojaat qilganingizda, har bir borganingizda sizni yalashga harakat qiladi. Ya'ni siz har borganingizda bankka borasizmi, qayerga borishingizdan qat'iy nazar, hatto maktablarga, nimalarga, yaslilarga, poliklinikani, hozir poliklinikalar ham shunaqa, больницаlar nima deydi, haligi ausweisni so'raydi, pasportingni ber deydi-da, o'sha yerdan kopiya oladi. O'sha olgan paytda sizni har bir borganingizda, har bir murojaat qilganingizda sizga xizmat ko'rsatyapman deb chet el kompaniyasi sizni haligi belgilangan sertifikatdagi puldan pul yechib oladi. U juda katta bu pul, 14 milliard degan sovet rublidagi pulni siz tasavvur qila olmaysiz. Lekin ular masalan har bir xizmati uchun masalan siz o'ylaysiz so'mda bu menga 10 ming so'mlik xizmat ko'rsatdi deb o'ylashingiz mumkin, yoki 100 ming so'mlik xizmat ko'rsatdi tish doktori deb o'ylashingiz mumkin. Lekin u 100 ming so'mlik olmaydi, u sizdan cho'ntagingizda 100 ming so'mni olgan bilan u 100 ming so'm hech qanaqa pul emas. Haligi ausweisni oladi-ku, sizni dannilaringizni, shaxsiy ma'lumotlaringizni oladi. O'shani nimaga olib borib, SR казначействосiga olib borib, haligi shirkat, O'zbekiston Respublikasi degan shirkat, ana shu shirkatlar o'sha yerdan sizni nomingizdagi puldan pul yechib bo'ladi. Bittagina tish doktorining xizmati u yerda 100 ming ana shu so'mda deb o'ylaysiz, lekin u yerda yechib bo'lganda 100 ming sovet oltin rublida yechib bo'ladi. Siz tushunyapsizmi? Keyin kreditlar, kredit ham sizni o'zingizni hisobingizdan sizga kredit beradi, haligi shaxsiy sertifikatdan sizga kredit beradi. Kredit aslida yo'q, siz aksincha siz kreditorsiz. Sizga to'lash kerak ular. Sizni o'zingizga kredit beradi-da, sizni haligi o'sha pulingizdan yechib oladi, o'sha kreditni haligi bank, chet el banki-ku u chet el kommersiya banki, u bizni banklar emas, hozir O'zbekistondagi bitta bank ham u O'zbekistonning banki emas, hamma chet el banklari. Chet el banki sizga kredit berdim deydi-da, sizga masalan 5 ming dollar kredit bersa, u yoqdan 5 million dollarni siz nomingizdagi puldan yechib oladi. Ana siz xo'rozqonsiz. Har bir borgan joyingizda siz ana shuna qilib nima yalashadi. Qayerga borsangiz sizni yalashadi. Qachon xo'rozqon tugaguncha. Xo'rozqonni tugatish kerak-ku, o'sha 14 milliardni tugatish kerak-ku. Endi qarang, SSSR bor, u hech qayerga ketgani yo'q. Nima uchun SSSRni uni bo'lib bo'lmaydi chunki. SSSRda qarang, men hozir sizga tushuntiraman. 1936-yilgi konstitutsiyaning 1-moddasida yozilgan Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi sotsialistik davlat bo'lib, u ishchi dehqonga tegishlidir degan. Ishchi dehqon kim bu? Ishchi dehqon bitta ikkita bir guruh odam emas-ku. Bu umum xalq-ku. Davlat umum xalqqa tegishli bo'lsa qanday oladi ular? Keyingisi. Вся власть СССР принадлежит butun hokimiyat SSSRda deydi. Mehnat qishloq va shaharlarning mehnatkashlariga tegishli, ularning deydi mehnatkashlar deputatlari sovetlari orqali deydi. Isполком derdi-ku, ijroiya komitetlari, sho'ro derdi, hozir mahalliy komitet deydi, sho'ro derdi. O'sha sho'ro hokimiyati, o'sha xalq hokimiyati shu. Keyin yana bitta narsani tushuntiraman sizga, 6-moddasida qarang. 6-moddasi debdina. 1-moddani o'qidim. 3-moddani hozir sizga o'qidim. Ruscha bu, shuning uchun men sizga o'zim o'zbekcha tushuntiryapman. 6-moddani qarang. Zemlya, yer deydi. Uning yer osti boyliklari, nedra degani yer osti boyliklari,
suvlar, o'rmonlar, zavod, fabrikalar, shaxtalar, barcha nima deydi uni rudnikchi deydi, haligi qazilma boyliklar qazib olinadigan joylar, temir yo'llar, havo va suv yo'llari, transportlar, banklar, aloqa nimalari, ну, связь, aloqa, barcha qishloq xo'jalik nimalari, предприятие deydi, qishloq xo'jalik tashkilotlari, nima ular, kolxozlar, sovxozlar, MTS deydi, mashina traktor stansiyalari, barcha kommunal tashkilotlar, haligi kommunal tashkilot degan nima, JEK deymizmi bugun biz buni, JEK deydi-ku, o'shalar va asosiy turar joy fondlari shaharlarda va sanoat punktlaridagi deydi davlat mulki hisoblanadi deydi. Davlat mulki, ya'ni deydi umumxalq mulki hisoblanadi deydi. Umumxalq mulki. Siz yerga egalik huquqiga egasiz. Biz o'sha paytda 91-yilda yerga ega bo'lgan, huquqqa ega bo'lgan xalqning soni 300 milliondan ortiq edi. Hozir biz qancha qoldik? Shuncha genotsiddan keyin, shuncha qirg'inlardan keyin, hali ular genotsidini yana davom ettiryapti. Haligi sigaret sotib yuribdi degandim, ana u kuni nimada Rossiyadan ko'rsatishdi, har bir sigaretni ochib, ichini ochib ko'rsatishdi, ichida rtut bor ekan sigaretlarda. Ana bu yerdagi o'qituvchi, 127-maktabning o'qituvchisi sigaret tarqatib yurgandi-ku, 2 ta sigaret beraman, 2 kundan keyin sizdan savol javob qilaman, qanday o'zingizni tutdingiz, sizga qanday ta'sir qildi deb. O'sha pul tarqatib yuribman degandik, o'shanda men aytgandim, "Omaylar odamlar, bu qayerdan bilasan, sigaretning ichida nima bor?" desam, menga shaloqlik qilib, meni ustimga yugurib, yolg'ondan meni mahallaga, uchastkovoylarga shikoyat qilgan bo'lib, haligi lo'lilik qilib ketdi haligi maktab o'qituvchisi. Haligi zavchi bo'lsa, men shunaqa desam, "Sana o'qituvching sigaret tarqatib yuribdi" desa, "Bu uning qo'shimcha daromadi" dedi. O'qituvchi sigaret tarqatadimi? U sigaret u odamni odamlarga ko'rsatdi, o'ldirar ekan-ku. Ana shunaqa genotsidlar orqali bizning sonimizni qisqartiryapti ular. Lekin shunga qaramasdan 100 milliondan oshiq hozir aholi bor, esir grajdanlari bor, o'zini esir grajdanligini bilmaydiganlar ko'p. Biz ayniqsa biz O'zbekistonda, lekin esir grajdanimiz 100 millionlar. Ana bu 6-modda bo'yicha qanday qilib u bizda yerni ola oldi? Yerni ola olmasa u hech narsani ola olmaydi-ku. Qanday qilib siz undan mustaqil bo'ldingiz? Kimdan mustaqil bo'ldingiz? Yer esir grajdan nomida turibdi-ku. Saniga mustaqil O'zbekiston deganni uni grajdani yo'q, fuqarosi yo'q uni. U tashqarida o'rnatilgan shirkat, unda fuqaro nima qiladi? U seni xo'rozqon qilish uchun o'rnatilgan. U seni xo'rozqon qilyapti. Orqangga haligi O'zbekiston Respublikasiga yolg'on shirkatning nimasini, bayrog'ini orqangdan tiqib, ko'tarib seni xo'rozqon qilyapti. Orqa teshigingga shuni tiqib, O'zbekiston Respublikasidagi shirkatning bayrog'ini orqa teshigingga seni tiqib, seni haligi nimasi bilan, yog'ochi bilan ushlab seni xo'rozqon qilyapti. Yolg'ondan mustaqil bo'lding deb, yolg'ondan mustaqil o'tla sizni xo'rozqon qilyapti. Haligi dunyo mafiyasi bilan birgalikda, qora aristokratlarning buyrug'i bilan. Esingizda bor, biz esir grajdanlarimiz, lekin seni xo'rozqon qilib seni aldab o'tiribdi. Uni fuqarosi yo'q. Sen esir fuqarosi bo'lsang, shundagina yer senga egalik huquqiga egasan. Sen esir fuqarosi bo'lmasang, senda yerga egalik huquqi yo'q. Shuning uchun sen esir fuqarolikdan men nima bo'ldimmi, mustaqil bo'ldim deb xo'rozqonga aylanganingdan keyin albatta seni migratsiya xizmatida senga Amerika ustingdan kulib haligi kapsulok bilan ausweis beryapti-da. Ausweis kapsulok bilan ausweis degani migratsiya xizmatida olayotgan seni haligi tashqi shirkat, tashqari Amerika mehnat departamenti registratsiya turadigan O'zbekiston Respublikasi shirkati u senga ausweis beryapti-da, sen ustingdan kulyapti. Sen bu yerga egalik huquqing yo'q deyapti sizga. Sen bu yerda hech kim emassan deyapti. Shuning uchun sizdan naloglar, shtraflar, har narsalarni baholarni o'stirish, o'zingni mulkingni o'zingga sotyapti.
O'zingni mulkingni o'zingni sen o'zing ana 6-moddada yozib qo'yibdi. Hamma ana shu yurtdagi mulkning egasi sensan. Lekin uni senga u tashqaridan kirib kelib, tashqaridan o'rnatilgan shirkatlar uni senga sotyapti. Seni xo'rozqand qilyapti. Mayna qilyapti sen. Yana senga soliq to'lla, shtraf to'lla, nima deydi uni shtrafni o'zbekchasini haligi jarima to'lla, uni to'la, buni to'la deb siz aldayapti. Siz unga ishonib, uni to'lab yugurib yuribsiz. Xo'rozqand bo'lib yugurib yuribsiz. Chunki haligi orqa teshigingizga tiqilganligini ola olmayapsiz-da. Olib tasha, og'riyapti orqa teshiging, lekin chidayapsan. Og'riyapti, lekin chidayapsan. Nimaga chidaysan? Olib tashash qiyin emas-ku. Sen olib tashashing kerak, uni qanday qilib olib tashlaysan? Men yasir grajdanman, men hech qanday mustaqilliging yo'q, yolg'onni yig'ishtirib berdim. Hamma yolg'oningni yig'ishtirib berdi, hech qanday mustaqillik yo'q. Men yasir grajdanman 1936-yil konstitutsiya bo'yicha-da. Tamam, og'rig'ing ham tugaydi. Nimadan ham nima ozod bo'lasan, orqangga tiqilganligidan ham ozod bo'lasan. Og'rig'ing ham tugaydi. Yo'q, seni xo'rozqand qilaversin, sen chidab o'tiraver. Endi hozir sizga yana bitta narsani ko'rsataman. Juda ham dahshat narsa, siz o'sha qotasiz uni ko'rsangizda. Bular qanaqa mazza qilib yashayapti, sizni xo'rozqand qilib o'zlari. Mazza qilib elita tepadagilar, Karimovlar oilasi, Mirziyoyevlar oilasi, Inoyatlar oilasi, 3-4 ta oila qanaqa mazza qilib yashab yuribdi. Qarang. 127-modda SSR konstitutsiyasining 1936-yilga. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности deydi. СССР гражданлarining shaxsi daxlsizdir deydi. Никто не может быть подвергнуть аресту иначе, как по постановлению суда или санкции прокурора. Hech kim uni deydi sudning qarorisiz yoki prokurorning sanksiyasiz uni hibsga olishga haqqi yo'q deydi. Qaysi prokurorning? Qaysi sudning? SSSR prokurori va SSSR sudining. Sizni u tashqaridan o'rnatilgan, kommersiyaga asoslangan bu prokurorlar, O'zbekiston Respublikasidagi shirkatining prokurori yoki Angliyaning bar gildiyasidan nima olib kelgan, litsenziya olib kelib o'zimni sudman deb o'tirgan sudyalar, qora mantiya, o'shandan bilasiz. SSSR sudi kostyum brukda sud bo'lib o'tiradi. Qora mantiyada o'tirdimi, bu Angliyaning bar gildiyasi sudi hisoblanadi. U SSSR grajdanini sud qila olmaydi, unda unaqa vakolat yo'q. U faqat jismoniy shaxsni sud qiladi. U jismoniy shaxsni sud qilgan paytda sizga adolat o'rnatish uchun qilmaydi, sizni xo'rozqand qilish uchun qiladi. Chunki u ham o'sha sud protsessini asosida sizni yalaydi. Sizdan nima yalaydi? Xo'rozqandni yalaydi, sizdan pul yechib oladi, siz nomingizdagi nimadan shu yerda sizni oddiy ismi familiyangiz yuritiladimi? Yolg'ondan sud protsessi ketyapti. Ana bu gunohkor, ana bu ayblanuvchi, ana bu yana bir narsa deb yolg'ondan ismi familiyangizni aytasiz. Sizdan sud so'raydi, san palankasmisan deydi. Ha deb tasdiqlaysiz o'sha paytda, tamom. O'sha ha degan paytingizda уже sud protsessi bo'lib o'tdi. Keyin nima deydi, keyin nima qo'yadi, u hech kimni qiziqtirmaydi, уже safsata, yolg'on, quloqqa tepish. O'sha paytda siz rozilik berdingiz, sizni nimangizdan haligi shaxsiy sertifikatdan pul yechib oladi. Xo'rozqandni ana уже yaladi u xo'rozqandni. Siz ha degan paytda siz unga ruxsat berdingiz, sizni yalashga. Prokuror ham xuddi shunday. Prokurorga borasiz, bir narsa yoz deydi, yozib borsangiz yoki murojaat qilib borsangiz, o'sha yerda siz shaxsiy ma'lumotingizni tasdiqlaysiz, qo'lni qo'yasiz, haligi uchastkovoylar, militsiyalar hammasi shunday. Hokimiyat nima deydi haligi mahalla komiteti, menga kelibdi qo'shnilar.
keling dedi 1 milyon 200 mingdan dedi mahalla dedi yordam puli berayotgan ekan hammaga deydi. Siz ham boring dedi. Sizga ham beradi. Siz dedi bir o'zingiz pensiyangiz kam dedi. Qo'shni kelibdi. Haligi mahalla komiteti raisi jo'natgan. Keyin men aytdimki, xo'rozqand qilmoqchi dedim. Men borsam, o'shanga qo'l qo'yamanmi, olaman deb menga ham haligi og'zini sulakini oqizib 1 milyon 200 so'mlarga deb boradi. Haligiga qo'l qo'yadi, o'sha yerda sari shaxsiy ma'lumotlaringni oladi. Haligi ausweisdan kopiya oladi-da. Nima deydi, men senga zato sendan u yoqdan 1 milyon 200 sovet rublida yechib oladi. 1 milyon 200 sovet rubli 2,5 milyon AQSh dollariga teng. Undan ham ko'p dashi. Undan ham ko'p. Senga 100 dollar beradi. Sen o'sha 100 dollarga o'zingni nimangdan родовой наследие deydi. O'zingni nima deydi o'zini? O'zingni mulkingdan unga shuncha pulni berasan. Sen ana xo'rozqand qildi. Ko'rdingizmi? Men aytdimki, yo'q, men vatanni sotmayman, menga kerak emas, uni 1 milyon 200 ming so'm dedim. Men uni bilaman nima qilishini keyin dedim. Menga kerak emas dedim, men xoin emasman dedim. Bormayman men ularni oldim. Men ularni oldiga bormayman. Har bir borganingizda siz tasdiqlaysiz, siz ularni qabul qilgan bo'lasiz. Sizdan haligi hech qanday saylovlariga, hech narsasida ishtirok qilmaslik kerak. Ularni hammasi yolg'on. Siz hech qanday prezident, hech qanday deputat, hech kimni saylamaysiz. Sizni olib borib sizga qo'l qo'yadilar haligi men jinniman, недееспособный deydi yuridik tilda. Недееспособный ongi pastman, jinniman, o'zimni o'zim boshqara olmayman, o'zimni yurtimni o'zim boshqara olmayman deb shunga qo'l qo'ydiradi-da, sizni roziligingizni oladi-da, svoboda voли deydi. Keyin o'zini xohishi bilan bizni resurslarimizni o'g'irlab, ana nima dedi? O'zbekistonga dedi Trump dedi 10% ruxsat berdi qoldirishga dedi, qolgan 90%ni olib chiqib ketyapti. Bizni resurslarimizni, boyliklarimizni, chunki keyin o'sha 10% kimga tushyapti? O'sha qo'lida sovet pasporti bilan qolgan bir hovuch elita deb ataladi, o'zlaricha o'zlarini ular elita deyapti. Mirzayevlar oilasi, Karimovlar oilasi, haligi kim deydi uni, yana Inoyatlar oilasi, ana shular bir guruh bo'lib, o'sha yerda karmushka deydi, haligi kalamish bo'lib o'sha 10% resurslardan tushgan pulni o'zlashtiryaptilar, o'g'irlayaptilar. U resurslar qanaqa katta pul bo'ladi u? Oltin sotadi, neft sotadi, gaz sotadi, uran sotadi, rosa ko'p narsa sotadi O'zbekiston. Ko'mir sotadi, hammasini chiqarib ketadi-da, hammasini 90%ga pul olmaydi. Chunki европейские наши партнеры, yevropalik partnerlarimiz, yevropalik, amerikalik partnerlarimiz deb o'sha xazayinga o'sha 90%ni beradi. Shuni hisobiga bunga 10%ni bular yesin deb qoldiradi xazayin. Bu kalamishlar yesin deb qoldiradi. Bu kalamishlar o'shani hisobiga boy bo'lib har bittasi shaxsiy samolyotlarda uchib yuribdi. Yurishini ko'rdingizmi? Kalamishlar lekin baribir ham xudo bor, birovni haqqi birovni teshib chiqadi, xalqni haqqini o'g'irlab yeyapti, xalqqa hech narsa bermay, xalqni aldab. Bildingizmi? Ana shuning uchun men sizga nima demoqchiman? U Gulnora Karimova degan odam 1 sekunddan 1 minut ham turmadi, o'tirmadi, sizni aldadi ular. Nima uchun aldadi? Siz chunki tushunmaysiz. Xalqni aldash kerak edi. Karimov hokimiyati ketdi deyish uchun. Yolg'ondan. Karimov hokimiyati qoldi. Karimov hokimiyati hech qayerga ketgani yo'q. Karimov oilasi, Mirzayev oilasi ular o'sha bir hovuch o'sha bizni nimani resurslarimizni o'g'irlab o'tgan kalamishda bir hovuch ular sovet pasportlari bilan ular qoldi. O'shani bilintirmaslik uchun. Yolg'ondan Gulnora Karimova bu yerdan ketmaydi-ku. U Gulnora Karimova nima uchun bu yerdan ketmaydi? Ular har bittasi Sovet davlatining nimasiga ega. Nima deydi uni? Должность. Sovet davlatining nimasiga ega. Mansabiga ega. Juda katta mansabga ega. Haligi 10% pul Sovet g'aznasiga tushadi. O'sha O'zbekistondagi Markaziy bank, SSSR Markaziy bankining, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Markaziy bankining g'aznasiga tushadi. O'sha g'aznadan pulni chiqarib olish uchun
o'sha SSSR nimasidan g'aznasidan pulni chiqarib olish uchun haligi 10% resursidan tushgan 10% O'zbekiston Oliy Sovet raisining qarori bo'lishiga qo'l qo'ygan, pechat qo'ygan va O'zbekiston Sovet komissarlari raisi Sovet komissarov deydi, konstitutsiya bo'yicha 1936 konstitutsiya bo'yicha yoki ministrlar soveti deyishim mumkin. O'shani raisi Gulnora Karimova. O'shani qo'l qo'yadi, o'sha oila ular teng bo'lishadi o'sha boylikni. O'sha shuning uchun ham Karimovning xotini ham, Tatyana ham shu yerda, nabiralari ham shu yerda. Haligi Angliyada o'tirsa ham Gulnora Karimovning o'g'li nima dedi? Men dedi, nimani o'zgartirganim yo'q dedi. Grajdanligimni o'zgartirgan. Siz o'ylaysiz, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi unda Ausweis bo'ladimi? U jismoniy shaxs bo'ladimi? Yo'q. U SSSR grajdanligini o'zgartirgani yo'q. Chunki SSSR grajdani sifatida u shaxs daxlsizligiga ega va uni hech kim hech narsa qilmaydi. Yolg'on gap, hammasi safsata. U bemalol bu yerga kelib ketadi, lekin ko'rsatmaydi hech joyda. Ko'rsatmaydi, yolg'on gap. U shaxs daxlsizligiga ega. SSSR grajdani hech kim ular o'yin qildi, sizni tushunmasin deb. Xuddi Karimov ketgandan keyin Mirzayevlar xuddi Karimov oilasiga qarshi, xuddi Inoyatlar o'yinlariga qarshi, xuddi ular bilan kurashdi, ularni kiritmadi, ularni unday qildi. Yoppa yolg'on gap. Haligi g'aznani birga o'g'irlashini bilintirmaslik uchun qildi ular. Sizni xalqni aldadi, bilasizmi? Aldaydi ular. Gulnora Karimova bir sekunddan bilmay hech qachon ishonmaganman. Chunki SSSR grajdani, u SSSR pasporti bilan ega, u hech qanday u shaxs daxlsizligiga ega. U shaxsiy daxlsizligi bor konstitutsiya orqali. Uni hech kim hech narsa qila olmaydi. Uni sud qiladigan, uni prokuror ham yo'q, sud ham yo'q. Uni faqat SSSR prokurorigina, SSSR sudigina sud qiladi. SSSR prokurori, SSSR sudi uni nima? Korrupsiya ayblab, nimaga uni qamamadi? Yolg'on gap, qayerda qamaydi uni? Yoppa yolg'on gap. Yoppa yolg'on gap, chisti yolg'on gap, ular hammasi yolg'on narsa. Hech qanday SSSR prokuraturasi, SSSR sudi yo'q. Hammasi bosib olingan. Bilasizmi? Lekin haligi tepadagi должность qolgan, chunki Sovet hokimiyati saqlan, chunki SSSR davlati saqlanyapti. O'shaning orqasidan ular resurslarni o'g'irlayapti. Boshqacha qanday qilib o'g'irlaydi? Chunki SSSR davlatni yo'qotib bo'lmaydi. Xalqni aldayapti, xalq bilan kelisha olmaydi-ku, xalq qayta olmaydi-ku. Biz SSSR davlati bor, siz borsiz, biz uni yo'q qila olmayapmiz. Keling, siz rozi bo'ling, biz resurslarni o'g'irlab, tashqi dushmanga berib o'tiraylik, xo'pmi deb ayta olmaydi-ku sizga u. Siz yolg'onni aldaydi, SSSR yo'q dedi. Yo'q SSSR, yo'q SSSR. Sen SSSR grajdani emassan dedi, yolg'ondan aytadi. Siz SSSR grajdanimiz har birimizning muammamiz bir sekundda yechiladi. Agar men SSSR grajdanman pashol, men 1936 konstitutsiyani tan olaman desangiz. Lekin siz uni tushunmayapsiz, xo'rozqand bo'lishni afzal ko'ryapsiz. Xo'rozqand bo'lib yuravering, sharmanda bo'lasiz. Lekin SSSR baribir tiklanadi. SSSR baribir tiklanadi. Lekin o'sha SSSRni sotayotgan shu tashqarida o'rnatilgan shirkatga yollanma bo'lib ishlab, juda katta xiyonatlar qilayotganlarning jazosi bor. Hammasi Sibirga surgun qilinadi. Bilasizmi? Shuning uchun ongingizni yig'ib oling. Oddiy odamlar, siz nimani yo'qotasiz? Sizda hech mansab bo'lmasa, sizda boshqa narsa bo'lmasa, qiynalib yurgandan ko'ra ongingni ochda, haqiqatni tan ol. Haqiqatni tan olishni o'rganish kerak. Mard bo'lish kerak odam degan. Haqiqat shu. Xo'rozqonchilikdan chiq. Sharmanda, uyatsiz, hech qanday mustaqillik yo'q. Seni ular o'ynayapti, ustingdan kulyapti. Hech qanday mustaqillik yo'q. Позор haligi O'zbekiston Respublikasi shirkatini bayrog'ini вообще ужас, sizni aldayapti, ustingizdan kulyapti ular. Xo'rozqand qilyapti o'shani sana orqa teshigingga tiqib. Вообще sharmanda. Men sizga aytdim. Men bilamanki, ana shu SSSR konstitutsiyasi haqiqiy qonuniy kuchga ega, ana qancha odam uni qo'l qo'ygan. O'sha qabul qilingan paytda ana shu yerda 30 ta odam uni qo'l qo'yib qabul qilgan.
qonuniy, haqiqiy qonuniy konstitutsiya. Uni yo'qotib bo'lmaydi. Uni yo'qotish uchun butun Isr xalqini yo'qotish kerak. Isr xalqini butunlay Isr xalqini yo'qotib bo'lmagandan keyin uni qanday qilib yo'qotadi? Faqat aldov yo'li bilan haligi xo'rozqand qilib yuraveradi. Aldov yo'li bilan siz xo'rozqand qilib yuraveradi. Xo'rozqand qilib qo'yibdi sizni. Lizzat qilib haligi nima deydi, til bilan yalab sizni boyliklaringizni ana shunday qilib asta-asta olib yuraveradi. Esri bor, siz bilmaysiz, siz xo'rozqandsiz, sizni yalab aldab yuraveradi. Bildingizmi? Sharmanda. Bugun anagi butun jahon bolalar kuni. Bolalar kunida qarang. Bolalarimizga juda ham achinaman. Chunki bolalarni juda aldashyapti. Maktablarda bilim berishmayapti. Maktablarda yolg'on g'oyalar bilan bolalarni ruhiy kasal qilishyapti. Chunki yolg'on odamni ruhiy kasal qiladi. Yolg'on safsatalar bilan, yolg'on gaplar bilan yoshlarimizni inuslarda, nimalarda oliy dargohlarda, hamma joylarda yolg'on narsalar bilan aldashyapti. Butun yolg'on narsalar bilan yoshlarga xuddi Isr bo'lmaganda hech qachon yo'qdek qilib, hech umuman Isr haqida gapirishmaydi. Chunki qo'rqishadi. Xo'rozqandlikdan chiqib qo'yadi biladi. Sizni xo'rozqand nimasidan, shaklidan chiqishingizdan qo'rqadi ular. O'sha xo'rozqand bo'lib o'tirsin biladi. Bildingizmi? Sharmanda. Ham yana qaytaraman. Har bir umraga borgan odam qora spiskaga tushdi, qora ro'yxatga tushdi. Maxsus xizmatning. Qora aristokratlar buyrug'i bilan. Nima uchun? Chunki xalqni jinoyatchi qilib qo'yish kerak, aybdor qilib qo'yish kerak. Любой момент sizni aybdor qilgandan keyin sizni ayblay olsin. Ha, bular deydi terroristlar, bular deydi shunaqa xalq deydi, bular deydi ana deydi sektant bular, sektant deydi. Chunki haligi nima deydi uni men hoj otaman degani, men sektantman degani. Hoj degani ma'nosi sektant degani. Sektant degani terrorist degani. Odam sektant bo'lishi kerakmi? Fanat. Bildingizmi? Ana siz kimga siz o'yladingizmi? Oy hojona, sen hojona bo'lib, hoji ota bo'lib 5 vaqt namoz o'qiyman desanda bitta liftni yuva olmasang. O'sha liftda har kun 100 marta kirib chiqasan, lekin yarim u yog'i 50 sm, bu yog'i 50 sm kenglikdagi liftni ichini yillab yuvmasang, o'zingni podyezdingdagi liftni ichini yillab yuvmasang, u seni 5 vaqt, lekin har kun 5 vaqt namoz o'qiyman deysan. Bir tiyo namozing. Yolg'on narsa u, hamma safsata. Yolg'on narsa u. Image yolg'on u. Alloh biladi. Allohdan hammasi. Alloh kelib yursin seni liftingni. Seni uchun Alloh bilsa. Sen namoz o'qib yotaver, Allohga iltijo qilib kelib yursin nima yuvmaydi? Bütün yolg'on narsa. Yolg'onni ichida illyuziya deydi, yolg'onni ichida yashayapsiz. Hech qanday Alloh hech qanaqa narsa yo'q, hammasi yolg'on. U Allohning orqasida o'sha qora aristokratlar yashiringan o'zini foydasi, manfaati yo'lida. Bildingizmi? Yahva dedi, Yegova dedi, Xristos dedi, hammasi yolg'on narsa. Xudo qalbingda seni qalbingda mehr muhabbat bo'lsa, o'sha seni qalbingda Xudo. Mehr muhabbat bu Xudo. Любовь это Bog degan Radomir. Shuni bilasizmi siz? U haqiqatda shunday. O'ylab ko'ring, kallangni ochib ko'r. Haqiqatda shunday. Qani sening umra seni qalbingga Xudoni solgani. Sen bitta liftni yuva olmasang, kelinlaring bola chaqang hammasi kirib chiqib yuradi. 30 yashar, 25 yashar molga o'xshab. Erlari, xotinlari, qaynonasi hammasi kirib chiqib yuradi. Lekin bitta liftni yuva olmasang, yillab yuva olmasang bitta liftni. Moldan farqing yo'q-ku, sen haqiqatan sukutsan. Haligi jismoniy shaxs mol deb yuridik tilda aytiladi-ku hujjatlarda. Tovar, mol degani u. Inson bo'lish uchun sen yerga egalik huquqiga ega bo'lishing kerak. Jismoniy shaxs u yerga egalik huquqiga ega emas-ku. U shirkatning mulki hisoblanadi. Jismoniy shaxs bu shirkatning mulki hisoblanadi. Bu mol degani, tovar degani. Tovar, mol degani. Inson bo'lish uchun sen
Yerga egalik huquqiga ega bo'lishing kerak. Qayerda senga yerga egalik huquqini beradi? Qaysi hujjatda? Dunyoda birgina yagona hujjat. U ham bo'lsa 1936-yilgi SSSR konstitutsiyasida beradi. İnsonga yerga egalik huquqini beradi har bir grajdanga. Demak, o'sha yerda sen insonsan. Boshqa yerda sen inson emassan. U Amerika, Yevropa hammasi shunaqa inson emas ular. Faqat bir hovuch qora aristokratlar inson. Ular inson. Chunki ularda yerga egalik huquqi bor. Ularning yerlari bor juda katta. Kontinentlar, davlatlar, u yerlar ularga tegishli. Birginagina SSSR davlatigina, Rossiya imperiyasigina 1917-yilgi oktyabr revolyutsiyasidan keyin Vladimir Ilich Leninning yer to'g'risidagi qonuni asosida birginagina Sovet Rossiya imperiyasining sodiq xalqiga yerga egalik huquqi berilgan. Titul xalq dedi, titulni natsiya dedi va 1936-yilgi konstitutsiya qabul qilingan paytda sotsializm to'chna o'rnatildi deb o'sha konstitutsiya qabul qilingan paytda qaysi respublikalarning xalqlari o'sha konstitutsiyada shu davlatning Sovet sotsialistik davlatni umumxalq mulki собственник davlat egasi degan huquqqa, yer egasi degan huquqqa, hokimiyat egasi degan huquq berilgan konstitutsiyani tuzilgan paytda qaysi xalq shu konstitutsiya ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha xalq titulli xalq hisoblanadi. O'sha yerda o'zbeklar ham ko'rsatilgan. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi deb yozib qo'yibdi o'sha yerda. Siz shuni bilasizmi? Demak, senda eng buyuk huquq bor konstitutsiya bo'yicha. Sen erkin, tirik insonsan, tirik. Yerga egalik huquqi insonga tirik inson huquqini beradi. Ya'ni sen butun inson huquqlariga ega tirik insonsan. Endi qarang, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1948-yildagi deklaratsiya, u qonuniy emas, deklaratsiyasi bor inson huquqlari to'g'risida. U kimni himoya qiladi? Birginagina Sovet xalqini himoya qiladi. Boshqa dunyo xalqlarini himoya qilmaydi, chunki boshqa dunyo xalqlari ular jismoniy shaxs. Ana bizni xalqimizni ham aldab jismoniy shaxs shakliga o'tirib qo'ydi. Agar siz men SSR grajdaniman desangiz, sizni Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1948-yilgi inson huquqlarini himoya qilish deklaratsiyasi orqali hamda SSSR konstitutsiyasi 1936-yilgi konstitutsiya asosida sizning huquqlaringiz inson sifatida, tirik inson sifatida himoya qilinadi. Boshqa paytda siz tirik inson emassiz. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligimizni tan olmaysan. Kim mustaqilimiz deb og'zini ko'pirib, haligi yolg'onni to'rt tomonga og'zini tuprigini sachratib gapirdimi, u dushman hisoblanadi. U dushman, hech qanday mustaqillik yo'q. Sizni aldashyapti. Chunki sizda insoniylik huquqi bo'lmasligi uchun, yerga egalik huquqi bo'lmasligi uchun, sizda insoniylik huquqi bo'lsa, siz гражданский nima dedi? Неприкосновенность личности dedi. Shaxs daxlsizligi degan huquq bor. 127-modda bo'yicha. Ana shuning uchun sizda sizni huquqlaringiz полностью himoya qilinishi kerak. Hamma tomondan. Sizni himoya qilmaslik uchun, boyliklaringizni o'g'irlash uchun, yeringizni, yurtimizni talon-taroj qilish uchun, mamlakatimizni yo'q qilish uchun, boyliklarimizni o'g'irlash uchun, Sovet Sotsialistik Respublikasining davlat boyliklarini o'g'irlash uchun, xalq boyliklarini, hamma narsani o'g'irlash uchun xalqni yolg'on mustaqillik bilan xo'rozqandga aylantirishdi. Xo'rozqand, boshqa yo'li yo'q. Yoki sen xo'rozqand bo'lib yo'q bo'lib ketasan, xo'rozqand birga tugaydi-ku, yo'q bo'lib ketsa, yoki sen SSR grajdanligini olib, kelajakda bolalaringga erkin, ozod, erkin dunyo, vatan, yer, yurt qoldirasan va bir umr ana shu yurtimizda bir umr hayoting davom etishiga o'z hissangni qo'shasan. Ikki yo'li bor, boshqa yo'li yo'q. Sog' omon bo'ling. Siz bilan Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi grajdani 1936-yilgi konstitutsiyani tan oluvchi Toshkentdan Kadama Mehribon Karimova bo'ldi.